Keyingi etap SPF'larni so'ragan qizlar diqqatiga. Tak, qizlar. Boya aytdim, primoy efirimda agar kojangiz yog'li bo'lsa, vodная основадagi SPF'lar oling dedim. Byudjetniy variantga Centel'ni tavsiya qilaman. Sostavda gialuronkasi bor va vodная основа qizlar jo'li. Keyin hozir ko'rsataman. La Roche ham yog'li yuzlarga juda ham yaxshi tushadi. Ishlatib ko'rsangiz, teksturasi juda ham zo'r, ham oqartiradi yuzni. Bir xilla bor, misol faqat SPF suraman, menga tonalka kerak emas, men tonalka surmayman deydiganlar. Centel'ni mana bunaqa Tone Up degan brightening SPF kremi bor, ya'ni sonsiz защитный kremi bo'ladi. Tone Up variantiga bundan olsangiz bo'ladi. Bu tonalka effektini beradi va quyoshdan himoya qiladi. Вот. Biodermalar ham deshevniy hisoblanadi, qizlar. Yana tone up xohlaganlar uchun terini oqartiradigan, ham dog'laringiz ham bo'lsa, yuzingizda такой ideal ton bo'lib turishini xohlasanglar, Avenam olsangiz bo'ladi. Bu eng qimmat premium SPF'lardan bittasi hisoblanadi. Adashmasam $45.